Assalomu alaykum. Bugun Portugaliya va O'zbekiston o'yini bo'yicha insonlarning fikrini bilib olmoqchiman. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Hop. Bugungi o'yin bo'yicha Portugaliya va O'zbekiston o'yini bo'yicha kim yutadi deb o'ylaysiz? Portugaliya 2-1 hisobida yutadi. Rahmat. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Bugungi Portugaliya bilan O'zbekiston o'yinida kim yutadi deb o'ylaysizlar? O'zbekiston. Necha hisobga? Portugaliya kazanadi. 3-1 ga bo'lsa Sizniki? O'zbekiston 2, O'zbekiston 1, Portugaliya 2. Rahmat.